alaykum og'aynilar. Batkendan mana og'aynilarimiz kelgan ekan. Tiko. Pretenziya, расход juda katta deyapti. Действительно mana ko'ryapsizlarmi? Siychalarda ishib ketgan. Bu ondan ham ko'payayotgan mashinada bu Matiz motor turibdi mana. Mana o'zini eski karburatori mana. Eski karburator mana biz o'zimiz qilingan tayyor 4.5 ta 5 ta ichadigan qilingan karburatorimiz mana hozir bosdik mana Matiz motorga. Mana 100 gram benzinimiz. Mana 100 gram benzin 00 qilib qo'ydi hozir. Endi hozir ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. Matiz motor. Balonlar 12 ekan. Mana tekshirib ketyapmiz, xudo xohlasa. 00 qilmagan ekansiz. Hozir 2 kilometr 200 bo'ladi bu chiqib tushishimiz shunda bilamiz. Ketyapmiz mana hozir xohlasa ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. O'sha shahar stilida minib ketyapti 20, 30, 40, 50 qilib. Mana skorosan 4 ga urgan yo'q hali. 3-2 qilib ketyapmiz. Xudo xohlasa mana o'sha почти 2 kilometr bo'ldi o'sha mashina. Bu degani 100 ga 5 ta ishdi o'sha degani. Haydavering. Nasıl? Hozir shu mahallaga yetib borib olsak 2 kilometr 200 bo'ladi. Mana xudo xohlasa yetib keldi. Shu ko'chaning ichiga kiramiz. Mana kirasiz. Mana og'aynilar 2 kilometr 200 yurdi. Matiz motor. Shu mashina bu to'xtaydi mashinaga. Mana hozir baklashkani ko'ramiz qancha qolganini. Ravshanbek ochingda. Hozir mana ochyapti. Mashina o'chgan yo'q hali. O'chirib ko'ring bo'ldi mashinangiz. Benzin tugagan yo'q hali. Karburatorning ichida benzin bor. Mana tagida bitta benzin qolibdi mana. Tagida ozgina benzin qolibdi. 2 kilometr 200 yurdi mashina bilan. Mana tagida jicha benzin qolibdi. Mana shunaqa og'aynilar mana Matiz motor tortishlari qalay yoqdimi? Yengil bo'lib qolibdi mashinangiz. Mana mashina mexanika Matiz motor. Shu o'zimiz yasagan karburatorimiz, o'zimiz переделка qilingan karburator. 100 ga 4.5 ta ishdi mana shu mashina mana. 2 kilometr 200 yurdi mana shu 100 gram benzin. Shunaqa og'aynilar mana Batkendan kelgan mashina.